Assalomu alaykum do'stlar. Mana Toshkentdan chiqqan avtobuslarimiz yetib keldi. Aka-ukalar kelganmana, cho'tki xudo xolasa avtovokzal Kotelnikidamiz. Borib kelmoqchi bo'lganlar Moskvadan Toshkentga bemalol telefon qila olasizlar. Как положено qo'lingizda bilet bilan ketaman desalar, mana telefon qilinglar. Cho'tki avtobuslar tanlovda dash qolmaydi. Aka, yaxshi yetib keldinglarmi? Mana oilalilar ham bor, ayollar ham bor. Mana aka-ukalar kelishdi. Avtobuslar cho'tki avtobuslar. Komfort, ichi konditsioner, monitor, hamma sharoit bor ichida mana. Telefon qila olasizlar bemalol. Qalay keldingiz aka? Yaxshi yetib keldinglarmi? Hamma o'zi bilan o'zlari. Mana aka-ukalar borib kelmoqchi bo'lganlar telefon qila olasizlar. Reyslarimiz avtovokzal Kotelnikidan bo'ladi. Nomerlarni yozamiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy nomerda yozib qo'yamiz. Ayollar, bolalilar, kim borib kelmoqchisi telefon qila olasizlar. Yaxshi keldinglarmi, shep? Qiyinchilik bo'lmadimi yo'lda? Zo'r. Ajoyib. Cho'tki keldinglarmi? Zo'r. Borib kelmoqchi bo'lganlar telefon qila olasizlar mana.